Assalamualaikum hürmetli obunachilarimiz, sizlere yeronni gömülüp durgan tayyor yeronni gösterib o'tamiz. Yeronnimizni qaranglar. Kvadratı 4 sotik, yani 400 kvadrat bo'ladi. Bani bog'i, banina yer joy solish uchun gömülüp turibdi. Ajoyib chiroyli mestada. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Shavot tumani Bo'yrachi qishlog'ida bo'ladi. Ya'ni Kamoljon Ataniyazov sanatoriyadan o'tgandan keyin chap qo'lda maktab bor. Shu maktabni orqalarına doğru keladi, yapni bo'yinda. Ya'ni ishdan chiqsangiz, где-то bir yo'la 1 kilometr chiqib boradi. Tayyor dokumentlar hammasi xususiylashtirilgan yeronni. Shavotli, bo'yrachi odamlar uchun dumjup mesdamiz. Bahosini keladigan bo'lsak, telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Joy üzlerimizni oldimizda. Bahası tahminen 50 milyon so'm aytılib turibdi. 1 so'm yarım so'm üstünde geliştirip veriladi. Tayyor gömülgen 60-70 yil toprak ketgan beri yine mesani göğsenişi. Banımız Xudo xolasa bir yo'l yine eldimiz hem yer mesta hem narsaya qulay. Mektep bakça iş özden muammo yok, hem öz yanında ayakını teyinde ballarınızdan eğer şurada joy saladigansangiz üzlerini yuvarib berseniz ham mektep где-то bir 150 metr çıkadı, bakça где-то bir 200 metr etrafında çıkadı. Kime kızık bo'ladigan bo'lsa telefonlarimizni qoldiramiz, bağlanıp gelip görüp keyin adlarınız ötkende notariusda pullarını sanasanızlar ham bo'laveradi. Yerimiz xususiylashtirilgan, hamma dokumentlari saz. Mesela gitti, etibarlarınız için rahmet. Xudo xolasa bunda yerlerde yenen bir 2-3'si bor, koyup beraman. Kime kızık bo'ladigan bo'lsa, Yangarıkda bor, Xudo xolasa Qo'shko'pirda bor. Hemmesini bir qator qo'yamiz. Biz hazır başka iş başlayacakmız. Bu masa üzüm için planlaştırıp alganman belirlenen vaqtında. Hazır indi şu pul gerekli ki sebepli bunu satıva koyduk.